Assalomu alaykum söyümlük dostum. Qayta tug'ilish darsxonamizga kelganingizni qizg'in qarshi olaman. Men sizning hayotingizni qaytadan qurib chiqish safaringizdagi eng yaqin sirdosh do'stingiz Xonqiz Hasan bo'laman. Bugungi darsimizning temasi muhabbat degan zodi nima to'g'risida bo'ladi. Odamlarning hayotida nurg'un narsalarni ko'rganda va anglaganda to'g'ridak turgan bilan, lekin hayotda qig'ili bo'lmaydigan, qilish tasga to'xtaydigan to'g'ri narsalar bakchiq. Bu adamlarning turmushini ravonlashtirolmayli qolmasdan balki aksicha ig'ir besim va masala paydo qiladi. Xo'shundoq bo'lsa, muhabbat degan zodi nima? U nada yutib ketdi, biz uni nadan izlayapmiz? Bu to'g'risida birlikda izni boqaylik. 80-90 yillarda olimlar bir shimpanzini tarbiyalagan. Chunki bu shimpanzining mingisi odamga eng yaqin hayvon bo'lg'achqa, bu shimpanziga odamlarning tilini o'rgatish uchun 10 yil vaqt sarf qilib tarbiyalagan. 10 yildan keyin bu shimpanzi insonlarning tilini ancha-muncha tushunadigan, ancha-muncha gaplarni asta deyoladigan bir holatga kelgan. Bu chog'da olimlar bu shimpanzidan gap qilishni mashq qildirib, bir savollarni so'rab qilish jarayonida bu shimpanzining tunji degan gapi sizlar insonlar intayin ahmoqona yashaydi ekansizlar degan gapni qilibdi. Ham bu olimlar buning gapidan bak hayron qilib, nima shunday deysa deb so'rasa, ham bu shimpanzi gapni unda tez qilolmay aldirmayroq degankin, bu ikkinchi savoliga javob deb bo'g'icha bu shimpanzi o'lib qolgan ekan. Hamda tarbiyalagan bu shimpanzi cho'ngroq yoshqa, qiyroq shimpanzi ekan, shuning bilan bu ikkinchi jumlani deyishga ulgurmaylar. O'lib ketgan ekan. Demak, bu bir jumla gapni tunji bo'lib debdi-da. Shuning bilan bu olimlar bu shimpanzi nemishqa odamlarni shu ahmoqona yashaydi ekansizlar deydigandi deb buning tagiga yetmagan ekan. Endi biz bugun bu shimpanzining bu gapining ma'nosini ozroq tushunishga tirishib boqaylik birlikda. Biz odamlarning eng qo'rqadiganimiz ayblanishdan bak qo'rqaymiz. Biz insonlar har qanday insona ayblanishdan intayin qo'rqadi. Qiziqarli yeri o'zimiz qo'rqimiz, lekin biz doim boshqalarni ayblashga oralli turmiz, tayyorli turmizda. Mavbak muhim nuqta. Biz o'zimizning mushu ikki holatiga diqqat qilishimiz kerak. Endi birinchi uyg'unishga tegishlik, angliq diqqat qilishga tegishlik, ya'ni o'zimizning ichki dunyomizni tushunishninki birinchi muhim bo'lishga tegishlik nuqta mana mushu. Ya'ni biz ayblanishdan eng qo'rqimiz-yu, ammo biz hammamiz boshqalarni ayblashga oralli turmiz, tayyorli turmiz. Ozroq fursat topsak, avtomatik holda ayblashga o'tib ketamiz. Biz eng qo'rqadigan hissiyotni bir-birimizga berish uchun tirishimiz. Mana bu xatarlik. Demak, mutlaq ko'p qism odamlarning ichki dunyosi ayblanishdan qo'rqish, ochiq va ayblash holatida turadi degan gap. Shundoq aniq chiqib turibdiki, biz doim bir-birimizga zarba berish holatida turamiz. Endi sizlar ayblash va ayblanish degan bu ikki nuqtaga hargiz sal qarmanglar. Endi Austin Grahmanning Bir putliq mo'may degan asarida mundaq bir kichik tasvir bor. Ya'ni metafora bor. Bu nima deganda, insonning qalbida 100 tal muhabbat chirg'i bo'ladi. Bu muhabbat chirg'i odam har bir qitim ayblanganda bu chiroqninki birisi o'chib qoladi deydi. Demak, inson bir qitim ayblanganda bu muhabbat tayoqchisi yoki muhabbat chirg'ining biri o'ladi degan gap bizning hayotimizda ayblanishlar intayinchiqa. Buni o'zinglar kayniga yenib o'ylab baqsanglar bo'ldi. Shuning bilan bu nuqtadan elib aytganda nurg'unlarimizning qalbimizdagi muhabbat chiroqlari allburun o'chib qolmagan bo'lishi mumkin, hatto manfiy holatga o'tib ketgan bo'lishi mumkin. U asli insonning qalbida bordi, keyin ayblanish tufayli yo'qolib ketdi. Muhabbat deganimiz bir xil yaxshi ko'rilish tuyg'usi, ya'ni ma'lum odam tarafidan yaxshi ko'rilish, do'stlar tarafidan yaxshi ko'rilish va boshqalar tarafidan yaxshi ko'rilish bir ko'rilishdan iborat bir xil tuyg'u. Biz buni muhabbat deymiz. Biroq nurg'un odamlarning qalbidagi muhabbatning o'rnini ayblanish tuyg'usi besib olgan bo'ldi. Bizning qalbimizni ayblanish tuyg'usi besib olganligi uchun biz o'zimizning qalbidagi yaxshi ko'rilish tuyg'usini biz topolmaymiz. Shuning bilan odamlar o'zining bilish doirasida bu muhabbat tuyg'usini to'xtamay xato yerlardan izlashga boshlaydi. Masalan, ayollar bir-birisidan, yo'ldoshi ayolidan, ayoli yo'ldoshidan. Agar ularni beramasa, bolasidan, bolasini beramasa, boshqalardan.
andan keyin boshqa mol dunyodan, kasbdan, nom shuhratdan va boshqa ishlardan izlaydi. Ammo afsus, bu muhabbatni ular topolmaydi. Ba'zilar shu izlagan nishonlariga yetganda qismi shuningga yetib bo'lib, yana bu tegi yo'q hongni to'ldiramay, uningdan ma'no topolmay, yana birimizni yuttirib qo'ygandek beoromchilik holatida yuriydi. Ama bunu texmi obrazlıq tasvirlab bersem, o'yingizda bir chiroyli, go'zal bir gullik bor deylik. Biroq bu gullikning ustiga intayin sat, qo'pol bir kigizni atib qo'ysa, o gullik ko'rinmaganga o'xshaydi. Demak, bizning qalbimiz shu holatda turdi degan gap. Biz o'yilg'a chiqsaqla eski to'pa kigizni ko'ramiz. Gulni ko'rolmaymiz-da. Hamda o kigizni biz ayblanish tuyg'usiga simol qilib tushundirsak, gül bo'lsa muhabbatga simol qilingan. Demak, bizdagi yaxshi ko'rilish tuyg'usiga simol qilingan gül, kigiz ayblanish tuyg'usiga. Demak, bizning qalbimizdagi muhabbat ashundoq bir eski kigizdek bir ayblanish tuyg'usi bilan bostirilib o'rni egallanib ketgachga biz bu muhabbat tuyg'usini yuttirib qo'ygan bo'lamiz, andan keyin topolmaymiz. Demak, biz bu xil holatda boshqalar xushal bo'lsa, biz herkesmi xushal bo'lamaymiz. Chunki bizdagi muhabbat tuyg'usi, ya'ni yaxshi ko'rilish tuyg'usi biz bilan ulanmaganlik uchun birinchidan biz dunyoning bir xil go'zalligini his qilolmaymiz. Dunyoning go'zalligi degan nima? Bir kunlarda sizlar hech qilmay yo'lda ketib beribmi, ash yo'lda ketib bo'lgan ash oddiy holatinglardan bekor huzurlangan bo'lib qolasizlar. Shunda huzurlanib ketasizlar. Dunyoning go'zalligi degan mana mushu amliyat-chi. Qachon deganda, shu biz da'vatgan haqiqiy muhabbat, ya'ni yaxshi ko'rilish tuyg'usiga ega bo'lgan vaqtda. Demak, bizda yaxshi ko'rilish tuyg'usi bo'lmaganligi uchun biz bolalarimizni shartlik yaxshi ko'ramiz. Chunki o'zimizda yo'q narsani biz hargizmi beramaymiz. Biz bolalarimizni shartlik yaxshi ko'ramiz, ya'ni bolalarimizniki biz uchun nima ishlarni qilib berganligini va nimalarni to'g'ri qilganligini yaxshi ko'ramiz. Asli o'zini emas, shunga ular bizning kutgan yerimizdan chiqmagan vaqtda bizning qattiq achchig'imiz keladi va umidsizlanamiz. Mana shunga o'xshash bizmi ayni vaqtda ota-onamiz tarafidan mana shunday cho'ng bo'lgan. Har birimiz. İkincisi, ayıplanish tuyg'usining kuchlik ojizligi bizning kishilik munosabatda boshqalarning gap so'zlariga ochiqlanish darajamizni shakllantirdi. Odamda ayıplanish tuyg'usi qancha kuchli bo'lgan sari, u odam intayin ochchig'i, yomon, terikkak bo'lib ketadi. Masalan, men bir amaliy misoldan birini so'zlash orqali buni texnik cho'nqur tushunishga tirishib baqaylar. Vatandagi bizning millatimiz orasida bo'lgan misal, bir ayol mundaq deb tasvirlagan. Psixik maslahat og'ili kelganmiz. Ayol, aqsuliq ayol ekan bu. Bir kuni yo'ldoshi kashda do'stlari bilan o'tirman deb chiqib ketib, kashda qaytib kelmay, atdeganda uyga qaytib kelibdi. Ham bu ayol atsamdi, "Voy, nima ish qildingiz? Kecha kelmadingiz-ku uyga?" debdi. Yo'ldoshi debdi-da, "Balla bilan o'ynab o'tirib qoldim" deb. Ayoli yana, "Voy, mush kechachmi o'ynadingizmi? Kechachmi o'tiramdi?" deganimni bilmaydi. Bu ayolni chechidan tutib so'rab, urib, odam o'zini kontrol qilolmay, ko'chaga so'rab chiqib urib, og'ir darajada zaxmlantiribdi-da. Hamda savol, hamma shunday qurib ketamdi? Undaq bo'lmaydi. Ham buning darajasi bor-da. Ammo har qanday ayol tarafidan kontrol qilinishni va ayblanishni eng xohlamaydi. Hamda bu erning ayolining shu savolini, bu erning ayoli so'rgan savolini bu ayol men aybladim deb qarmaydi, unda o'ylamaydi. Oddiy bir savol so'radim, ham uy kirmagandik ekan deb normal o'ylaydi-da. Ammo bu erda ayblanish tuyg'usi intayin kuchli bo'lganligi uchun bu kichikkina bir gap intayin og'ir ayblangandek his qilinaveradi bu odamga. Hamda bu erga amaliyotda o gaplar undaq og'ir darajada ochiqlab ketgandek ish emas. Hamda nima ish qilib bunday og'ir tuyuldi deganda, bu erning bolaligi qaytimizda buni keyin texida tushundiramiz. Shu kichik vaqtida jiq ayblanib ketgan. Hamda ashna bir jarohat bor. Ham demak, biz atrofimizda ba'zi odamlarning kichikkina bir ishlari intayin qattiq ochiqlanib ketganligini ko'ramiz. Ondan
voy voy muşuningga muşunchalar achchiqlab ketamsan deymiz, tushunmayli qolamiz. Undaq bo'lsa, buning sababi nada? Sabab saq bir odamning qo'lini chimdab qo'ysak yoki urib qo'ysak ancha og'rib ketmaydi. Ağrıydı, azraq ağrıydı. Biroq qo'li sunuq odamning yoki yerda bo'lgan odamning qo'lini chimdib qo'yish emas, boshla tegib ketsakmi, vayjon deb vaqirab ketgandek. Demak, bu bir yaralangan holatda, shunga odatda hamda bir fizikal holatdagi yaralarni oddiy ko'zimiz bilan ko'ra olamiz, biroq ruhiy jarohatni-chi, uni biz ko'rolmaymiz. Demak, bu yerdagi ayblanish tuyg'usining o'zi, ya'ni ayblanish tuyg'usi bor mana shu holatni biz ruhiy jarohat va yoki qalb yarasi deymiz. Bu qalb zaxmisining og'ir yenikligi bizning boshqalarning gapiga kelgan ochchig'imizning og'ir yenikligi orqali bilinadi-da. Demak, bu bolaligida og'ir darajada ayblangan bo'libmi, ota-onasi tarafidan ayblanish tuyg'usidan iborat bu qalb yarasi bir qadar og'ir. Shundaqla bu xil holat uni kontrol qilayotgan holatda turg'achqa ayolning kichikgina gapi bir savoli bu erning yarasini og'ir darajada og'ritgan. Shuning bilan uning achchig'i asalda keladi va og'ir keladi, chunki qalb yarasi og'ir. Demak, bu qalb yarining yiltizi erning bolaligida shakllanib bo'lgan. Uchinchisi, bu xil ayblanish tuyg'usining bizni uchinchi xil kontrol qilish usuli. Biz hamda atrofimizdagi mayli jo'rimiz bo'lsin, bolamiz bo'lsin va yoki boshqalar bo'lsin, ish qilib bizdan ojizli bo'lsa yoki tonish muhitda ko'zimizga sig'maydigan ishlarni qilib qo'ysalar yoki atalmish xatolik sodir qilsalar, biz darhol bearam bo'lamiz. Bizda bearamlik paydo bo'ladi. Andan ularni ayblaymiz, tillaymiz, hatto urimiz. Ularni har xil usulda kontrol qilamiz. Sababi nima? Ko'zimga sig'madi deb o'zimizni aldaymiz xolos. Demak, ayblanish tuyg'usidan iborat bu qalb zaxmisi bizni 3 xil usulda kontrol qiladi. Birisi bizni qo'rqish va andishaga kirib taqib qo'ydi. Bizda ikkilanish, ishlarni keyniga so'rash, nima ish qilsak xatodek his qildiganchu, pushaymon qilish, mushlarning hammasi ayblanish tuyg'usining bizni iskanjaga elib elishi. Ikkinchisi, ayblaganda yoki ayblanganda yoki ayblandim deb o'ylab olgan chaqda asalli achchig'imiz va atrofimizdagilarga zarba beramiz va shundaqla zaxmlantiramiz. Ruhiy va jismoniy jihatdan zaxmlantiramiz. Uchinchidan, boshqalarning xatoligini hargizmi qabul qilolmaydigan bir odamga aylanib qolamiz. Ayblaydiganlar bo'lib qolamiz. Qaranglar, o'zimiz ayblanishdan qo'rqamiz, ammo to'xtamay boshqalarni ayblab turamiz. Mana bu natijada avlod davomlashib kelayotgan samsaradan iborat. Samsara degan nima? Deganda, samsara deganimiz avlod uzilmay davomlashayotgan azob zanjiri degan gap. Bu psixologik bir xil atalg'u. Ya'ni o'zimiz muhabbatsiz qoldik, ayblanish tufayli qiziqarli yeri bu xil muhabbatsizlikni bolalarımızga qoldiramiz va atrofimizdagilarga beramiz. Samsara degan mana musha. Demak, endi yana uyg'onmasak, bu bolalarimiz bolalarga muhabbatsizlikni qoldirib mengayverdi. Avlod davomlashaverdi. Bu zanjir uzilmaydi degan gap. Mana mushu darsni anglayotgan siz va biz bu zanjirni uzishni o'rganamiz. Mana bu muhim nuqta. Endi yuqorida biz amaliy misollar va o'qitishlar orqali bu muhabbatsizlikni biroz tushungan bo'ldik. Dastlabki qadamda. Undaq bo'lsa, tuanda asli temamiz, ya'ni muhabbat degan zotni nimaga qaytib kelaylik. Bugungi darsimizning temasi bo'lsa, haqiqiy muhabbat, haqiqiy sevgi degan nima degan tema. Endi bu haqiqiy muhabbat, haqiqiy sevgi insonning hayotidagi eng cho'nqur, eng muhim, eng qimmatlik, shuning bilan bir vaqtda eng ko'p xato tushuniladigan bir psixologik temalarning birisi. İnsanlar hayotining har bir bosqichida sevgini, haqiqiy muhabbatni to'xtamay izlaydi. Uningga erishishni orzu qiladi va uni saqlab qolishga tirishadi. Ammo u odamlardan haqiqiy sevgi degan zotni nima deb so'rasa, hargizmi aniq javob berolmaydi. Chunki bu savolga javob berish amaliyotda unda oddiy emas. Biz bugungi darsimizda nima uchun insonlar sevgiga bu qadar ehtiyojli? Bu sevgi muhabbat degan zotni nima?
u nada yutib ketdi? Asli u nadidi? Nima uchun boshqalarning bizni tushunishi, anglashi va qabul qilishi shunchalik muhim? Biz nima uchun muhabbatga shuncha tashna? Nima uchun ba'zi munosabatlar bizga xotirjamlik va kuch elib kelsa, yana ba'zilar ro'y charchash va ichki xurash azobni elib keladi? degan mush savollarni birlikda izlangach, hammamiz o'zliksiz izlaydigan, lekin haqiqatini topolmaydigan, urib zarlanayotgan haqiqiy muhabbat haqidagi tushunchalarimizni yana bir qadam cho'nqirlashtirib boqaylik. Ko'p sonliq odamlar sevgi, muhabbat tilga ilinganda sevgini kuchli bir xil hissiyot bilan tushundirdi. Masalan, boshqa bir odamni ko'rganda hayajonlanish, uni seg'inish, u vaqtda to'xtamay o'ylash va shundaqli bularni haqiqiy sevgining, haqiqiy muhabbatning ifodasi deb qaraydi. Mana bu xil qarash insonlarning hayotidagi yana bir xatolashib ketgan nuqta. Chunki biz insonlar to'xtamay izlaydigan va yanada oxirida bu emaskan deb qaymoqib davomliq yanada bir nimasi kamdak, bir nimani yuttirib qo'ygandek bo'lib kelishining sababi dal mana shu yerda. Xo'sh, undaq bo'lsa, haqiqiy shartsiz muhabbat degan nima? Haqiqiy sevgi, haqiqiy muhabbat bo'lsa, qandaqdir biz sirtdan izlaydigan, qabul qilib erishadigan, boshqa bir odam bizga beradigan narsa bo'lmasdan, u har bir insonning o'zining ichida, qalbida, ichki dunyosida aslida mavjud bo'ladigan, o'ziga o'zi beradigan bir xil g'oyat kuchli bo'lgan hissiy energiya. Ya'ni insonning qalbidagi, ichki dunyosidagi barliq qo'rqishlarning yo'q holatini biz haqiqiy muhabbat deymiz. Endi biz bu hukmni tushunish uchun bir insonning balalik davriga qaytamiz. Chunki bir buvoq dunyoga kelganda u o'zi haqida hech qanday tushunchaga ega bo'lmaydi. U pok tug'iladi. U hech nimadan qo'rqmaydi va ansirmaydi. Chunki buvoq liqqida shartsiz muhabbat bilan tug'iladi. Energiyasi intayin kuchli bo'ladi. Shunga har qanday odamning buvoqqa amroqlik keladi. Bir buvoq men qimmatlikmi, men söyleshga loyiqmi, dunyo bexatarmi, yoki kim meni yaxshi ko'ra, kim meni yaxshi ko'rmas degandek savollarni bilmaydi, ham uning javobini bilmaydi. Chunki buvoqning vujudida liq-miliq muhabbat bilan tug'iladi. Mana bu shartsiz muhabbatning boshlanish nuqtasi edi. Biroq muhim nuqta mana shu yerda. Ya'ni buvoq ota-onasining yoki boqquchining beqishi va har xil pozitsiya va tarbiyalari, so'z harakatlari, chiroy ifodalari jarayonida yuqorqi savollar va uning javobini buvoq shakllantirishga boshlaydi uning mingisi cho'ng bo'lish jarayonida. Agar bola yig'ilganda birisi uni ko'tarib tasalli bersa, doim qo'g'dalsa, xatolik qilganda haqoratlanmay, ayiblanmay tushuntirilsa, mehr muhabbat berilsa, davomli quchoqlansa, so'yilsa, uning barlig'ini qabul qilsa, to'g'ri tarbiya bilan uning mingisi asta-asta mundaq bir ishonchini shakllantirdi. Men qimmatli odam, mening hissiyotim muhim, boshqalarga ishonsam bo'ladi degandek. Ammo bola doim o'z ota-onasi tarafidan parvish qilinmay, boshqalar tarafidan bek qilgan bo'lsa, ondan yana doim mundaq uchurlarni anglab cho'ng bo'lsa, masalan, sen yaxshi numar olsang, yaxshi bola. Sen meni ajab nomus qilding. Boshqalarning bolasi qarag'ina, sen bundaq qilsang, haq nima deydi? Men bek xijilib ketib barma, esit seni baqqallarim degandek. Bundaq gaplar jiqqu. Hech kim seni yaxshi ko'rmaydi degandek va hokazolar. Uning mingisi mundaq bir ichki aqidani shakllantirdi. Ya'ni men yaxshi ko'rilish uchun oldi bilan men ma'lum narsani, ma'lum ishni yaxshi qilib o'zimni isbotlashim kerak degandek. Men xatolik o'tkazsam, mening qimmatim bo'lmaydi. Hech kim meni yaxshi ko'rmaydi. Men mukammal bo'lgandala, ondan boshqalar meni yaxshi ko'rdi deganga o'xshash ichki aqidani shakllantirdi. Demak, mana bu urug'larni ota-ona bolaning qalbiga teriydi. Do'stim, shu yerda diqqat qilishingizni tavsiya qilaman. Bu aqidalarni hech kim bolaga bevosita o'rgatmaydi. Bola bularni cho'nglarning so'zi, ovozi, chiroy ifodasi va muomalasidan o'zi xuloslaydi, menga xuloslaydi. Shunglashqa bolalik davrida, ya'ni 0 yoshdan 8 yoshgacha bo'lgan oraliqda qabul qilingan yoki rad qilingan barliq jarayonlar ko'pincha bola cho'ng bo'lgandan keyingi munosabatlarga izchil hamroh bo'lib maqda qerib mush dunyodan ketgicha shu bolaligidagi shu tafsilotlar, shu kechirmishlar bir umr bu odamga hamroh bo'ladi. Demak, mana shu vaqtda Alloh burun bolaning qalbidagi hech nimadan ansirmaydigan, qo'rqmaydigan shartsiz muhabbatning o'rnini tadrijiy holda shartlik qabul qilinishlar va qo'rqitishlar egallashga boshlaydi, qo'rqishlar.
Demak, men abay muhabbat deganimiz qalbdagi qo'rqish yo'qolgan holat degan edim. Qo'rqish nereden keldi? Ota-onalar tarafidan yoki boquvchilar tarafidan kelgan shartlik yaxshi ko'rish taraflaridan keldi. Mana bu qalb zahmisining boshlanish nuqtasi. Am bu qalb zahmlari bor holatda bu qalbda muhabbat mavjud bo'lmaydi. Bu xuddi tog'da bir yo'lbos qo'g'layotgan odamning qo'liga nima desangiz kirmaganga o'xshaydi. O butun vujudi bilan yo'lbosdan qutulish uchun qechib, ko'ziga mishim ko'rmay, quloqiga mishim anglanmagandek, bu qalbida qo'rqish bo'lgan odamning qalbida muhabbat bo'lishi mumkin emas. Insonlar davomli mana shunday qo'rqish holatida yashaydi. Ya'ni men qanday qilsam ondan yaxshi ko'rilishga erishaman? Qachon bu atrofimdagi kishilar mening ma'lum xatoligim tufayli meni yaxshi ko'rmay qolar? Undaq bo'lib qolsa men qanday qilaman? Men yashamayman, mening tugashganim shu degan hissiyot turdi. Dal mana mushu yerda insonning asli tug'ilgandili bor bo'ladigan, u mavjud bo'lgani uchun yaratilganligi uchun qimmatli hisoblanadigan shartsiz qimmati bilan atrofidagi insonlar bekitib qo'ygan shartli qimmat oralashib ketgan. Biz mana shu chek-chegirini aniq ayirishni o'rganishimiz kerak. Demak, hozirning o'zida ota-onalik sharifiga ega bo'lgan har birimizmi mana shunday cho'ng bo'ldik. Bizning bolalarimizmi ham shu. Biz shuni berib cho'ng qilyapmiz. Biroq bu yerda hech kimda qasdlik yo'q. Faqat bilmaslikdan, bilish qurilmamizning tuanligidan yuz bergan ishlar. Ammo psixologiya hech qanday odamni yaxshi, yomon, to'g'ri, xato deb baho bermaydi va ayblamaydi. Faqat masalaning yiltizini, sababini avval tepib chiqib, ondan masalaning negizidan o'ngshaydi. Bu yerda ota-ona degan shu bolaga yaxshi bo'lsin deydi. Endi bu qilganimiz xatomi? Unda qilmasak bola yomon cho'ngib qolmamdi degan savol kelishi mumkin va shunda o'ylashingiz mumkin. Endi haqiqatan ota-ona bola uchun har qanday bir ishni qilishdan yonmaydigan bir xil ong bo'ladi ota-onada. Balam uchun mayli mening butun bir soatim kasimi mayli, hatto jinimni berish bo'lsin men yonmayman. Hatto qaysi bir a'zo kerak bo'lsin men balamga berma deydigan shunday bir ong holati turdi ota-ona. Haqiqatan bak yaxshi ko'rdim. Demak, bir ota-onada bola uchun butun hayotini bag'ishlash ro'y bo'ladi. Biroq ota-onada bolani haqiqiy yaxshi ko'rish, haqiqiy shartsiz muhabbatni berish iqtidori bo'lmaydi. Nimishqa? Biz yuqorida deb o'tdik, har qanday bir inson bolaligida bu muhabbatni yutirib qo'ygan bo'lg'achqa, inson o'zida yo'q narsani hargizmi ikkinchi bir odamga, u bolasi bo'lsa-mu, unga berolmaydi. Mana bu muhim nuqta. Chunki ota-onalarning bolasini yaxshi ko'rishi bolalarga nimalarni qilib berish orqali emas, balki nimalarni qilmaslik orqali belgilandi. Ya'ni bolaga shart qo'ymaslik, bolaga vaqirmaslik, bolani tillamaslik va bolani ulmaslik ham ayiblamaslik. Afsus, hech qanday bir ota-ona ongsiz holatida, uyg'onmagan holatida bu ishlarning hech qaysisi mustasno bo'la olmaydi. Shunga nurg'un bolalar kallasida ota-onam meni yaxshi ko'radi deb o'ylasimi, biroq qalbida, ya'ni badanida yana bir manzirlar va aslamalar bo'ldi. Yo'q, ota-onam meni manda qilgan, anda qilgan degandek qo'shbisliq hissiyat shakllandi. Shunga bolalarning badani, ya'ni yushurin engi ota-onasining esida yo'q ba'zi bir aslamalarni tutib olib, ya'ni meni achamdek yaxshi ko'rmaganding, meni yolg'iz qo'yib akamning yanida uxlaganding, ukam xato qilganda meni ayblaganding degandekchi har xil. Amaliyotda bu ishlar ota-onasining esida yo'q. Mana mushu yerda ota-ona bilan bola o'rtasida bir ko'rinmas tam shakllandi, to'salg'i shakllandi. Siz bilan ota-onangizning o'rtasidami o'xshash? Siz bilan bolalaringizning o'rtasidami shu? Shunga har qanday odam qallasida men ota-onamni yaxshi ko'raman deydi-yu, ko'ray desimi, biroq badanda bir xil ittirish kuchi bo'ladi. İnsanlar bunu yushurdi xolos. Ya'ni yushurin ongdagi bolaligidagi shu jarohatlardan kelgan bir xil ovoz bo'ladi-da, seni yaxshi ko'rmaydigan tursa ota-onang, sen qanday yaxshi ko'rsa, nima yaxshi ko'rsa deydigandek-ku. Bu qanday shakllangan deganda, bolaning ota-onadan talab qiladiganini, bolalarning bizdan talab qiladiganini shartsiz yaxshi ko'rish. Mayli u xatolik qilgandimi, to'g'ri qilgandimi, shartsiz yaxshi ko'rish. Bu degan xatolik qilsin mayli deb qo'yiting degan gap emas, to'g'ri usul qo'llaning degan gap, yarlandumang degan gap.
Lekin ota-onaning berələydigini bolsa, faqat şərtlik muhabbət bolğaçqa, mana muş çağdılar balla allı burun yarılıb bolğan boludu. Onun qalbidəki muhabbət çıraqları birdən-birdən ötüşkə başlagan vaqt mana muşu. Şunun bilan ballıq çağlarıdımı, çoğ bolğandan keyinmi köp sanlıq adamlar bu xil içki hissiyatını deyənməydi. Çünki ata-ananı yaxşı görməsə bu bir çoğ xatalıq deb oylab, ağızdan çıxırışqın petilanmaydı. Amma bu ağızdan çıxamsıla o haqiqiy yaxşı görgən, haqiqiy hörmətligənə bərabər bolmaydı. Bu içki, bu pasif energiya, mənfi energiya bu adamlarda, balalarda intayin çoğ içki xoraş və biyaramçılıqni şəkillənidi. Bu qarmaqqa balalar da jügəndə qılğan bilan işçidən bu narazılıq payda bolsa, gerçi görünüşkə yaman emasdək jügən bilan bu turmuşning hər bir basqıçında ma'lum bir nöqtədə çoxum bir məsələni keltirib çıxırdı. Məyli onun turmuşu bolsun, arayallıq turmuşu bolsun, toydan keyinki, yoki iqtisad məsələsi bolsun, yoki kişilik münasibət məsələsi bolsun, yoki sağlamlıq məsələsi bolsun, bu pasif energiya to'g'ri aylanmagan bir məsələni çoxum keltirib çıxırdı hayatının ma'lum bir nöqtəsində deməkçi. Əməliyyatda bu qandaqdır qo'rqib, yushurib, bearam holatda yaxshi ko'rmanni davomlashtiradigan munosabat emas, ana bola munosabati, ota-ona bilan bola bilan bu o'tirishlik munosabat. Balki ota-ona bilan bola o'zining o'ylaganlarini, azoblarini, bearamchiliklarni, qo'rqishlarini va o'zining xohishlarini ochiq oshkora fikrlashganda bu xil munosabat ularning qalbini cheksiz yaqinlashtirdi. Yiliq ko'rinmas tam mavjud bo'lmaydi. O'rinsiz qalb og'riqlari paydo bo'lmaydi. O'rinsiz masalalarning oldini olib bo'ldi. Shuning uchun ota-ona bola bilan bo'lgan munosabatida samimiylik birinchi o'rinda turdi. Biz o'zimizni aldab yursak, foydasi yo'q. Boshqalarga ko'stimiz xolos. Men benim balam mening gapimni anglaydi, mendan qo'rqidi, men nayt yaxshi tarbiyaladim deb boshqalarga ko'stimiz, buning hech qanday foydasi yo'q. Biz o'zimizdan men ota-onamni haqiqiy yaxshi ko'ramdim deb so'rab boqaylik. Ondan o'zingizga samimiy javob berib beqing. Buni boshqalarga emas, hech kimga emas, faqat o'zingizga. Chunki biz reallikda qo'rqish tufayli yolg'ondan voy ota-ona deganimni yaxshi ko'rmamdi. Mushumi savol bo'ldimi deb maydimizga ulg'an bilan ichimizdagi ovoz, ko'rinmas tam, bolaligimizdagi jarohatlar, ya'ni qalb zaxmlarimizni o'zliksiz qo'zg'itib, sizga to'ydirmay 99%lik kuchini joriy qildirib, kundalik turmushingiz va hayotingizda turli to'salg'i va masalalarni paydo qilaverdi. Bu chaqda biz nim bo'layotgandi deb sababini bilinmay zarlab, vaqirab, qaqshab qolamiz, hatto og'ir kasallarga mubtalo bo'lib qolib, texidimmi bir nachar holatda hayotimizni davomlashtirish to'g'ri keldi. Faqat buni har bir inson ichida biladi, ichiga yutadi, yushiraliqdek darajada yushirdi, ba'zan chaqda yushirolmaymi qoladi. Bu vaqtda azoblandigini, ziyon tortadiganini yana o'zimiz bo'lamiz. Shunga psixologiya samimiylikni, o'zimizga o'zimiz samimiy bo'lishni mana birinchi shart qiladi. Hamda bu xil munosabatda munosabat avlod miros qilib mangadigan gap. Odatda biz bir odamni yaxshi ko'radigan yoki yaxshi ko'maydiganligimizni u odam bilan bilib bo'lganda o'zimizni qanday his qiladiganligimiz orqali tushunamiz. Masalan, issiqni yoqtirmaydigan odam men yozni yaxshi ko'rmayman deyish mumkin. Sovuqni yoqtirmaydigan odam men qishni yaxshi ko'rmayman deyish mumkin. Shunga o'xshash bizning ma'lum narsani yaxshi ko'rish yoki ko'rmasligimiz shu narsa bilan uchrashgan chaqda paydo bo'lgan hissiyotimiz bilan munosabatlik. Shunga men ota-onamni yaxshi ko'ramdim degan savolga aldirab javob berish yoki aldirab mushumi savolmi deb javob berib jaj qilishning o'rniga bu savolga haqiqiy samimiy javob berish sizning ota-onangizni haqiqiy rohat holda texmi yaxshi ko'rishingizga, bolalaringizning sizni rohat holda haqiqiy yaxshi ko'rishiga yordam berib qolmay, hayotingizga nurg'un yuz berishlarning yaxshilashiga sabab bo'ladi. Bu intayin muhim munosabat. Shuning uchun siz o'zingizdan men ota-onamning qishida turgan vaqtimda o'zimni qanday his qilaman? Ular yo'q vaqtda qanday his qilaman deb so'rab beqing. Agar siz samimiy javob bera olsangiz, javobingiz bunday bo'lishi mumkin. Men ota-onamni bakli yaxshi ko'rishni xohlayman. Ularga yaqin bo'lishni xohlayman. Ammo ularning yonida bo'lganda badanimda bir xil beyaramlik bor. Xuddi ular mendan norozi bo'layotgandek, men ulardan norozi bo'layotgandek, ular meni ayblayotgandek, ya'ni meni kontrol qilayotgandek deb javob berishingiz mumkin. Siz hamda bu savollarni o'zingizning bolalaridanmi so'rab baqsangiz bo'ldi. Balam, sen mening yonimda turganda o'zingni qanday his qilsa, agar beyaramligini sizga deyalsa, siz xush bo'lsangiz bo'ladi. Farzandlaringizning qalbidagi bir og'ir tosh
yo'qab ketganga, elvitilganga barobar bo'ldi. Agar deyamasa, sizdan qo'rqib deyamagan bo'ldi. Biroq hech gap yo'q. Mush darslar orqali bu nishonga yetamiz. Haqiqiy rohat, yaxshi ko'rishlar borliq keldi. Demak, amaliyotda biz ota-onamizni emas, ularning yanida turgan vaqtdagi o'zimizni yaxshi ko'rmaymiz. Bu nuqtani tushunishimiz kerak. Men tuanda William Jamesning ochiq haqidagi bir necha misralarni sizlarga misol qilib bu nuqtani tushuntirib qo'yay. William James deydi: "Mening do'stimga achchig'im keldi. Men uningga demidim. U achchiq ichimda qoldi va bag'ansiri cho'ngishga boshladi. Mening do'stimga achchig'im keldi. Men uningga aytdim. U achchiq ichimdan chiqdi va bag'ansir kichiklab yo'qab ketdi" degan misralar bor. Buningda nima demoqchi deganda, odamning ichidagi achchiq hamisha uning oldidagi odamdinli kelmaydi, balki uningdan keyingi u uruq bo'lib terilib qolgandan keyin uningdan keyingi uning o'zining ichidagi burun ashnaga bo'lgan norozilik, yolg'izlik va bearamchilik tuyg'ularimi davomli ochiq ishlab chiqarishi mumkin degan gap. Shunga ochiqni yo'qotishga tirishishning o'rniga uni tushunish va eg'izdan chiqarib deyish, fikrlashish, sirdishish intayin muhim. Bu chaqda uning passiv ta'siri zo'r darajada tuvallaydi. Ochiq bizga nurg'un narsalarni ko'rsatib berish mumkin. Ya'ni bizning bir ehtiyojimizning qondirilmaganligini, bir narsadan norozi ekanligimizni yoki bir chegaraning buzilganligini bildirish mumkin. Biz buni yoshirib, hargizmi tugatamaymiz. Mudofaa qilsak, oxir masalaga aylanadi, masala kelib chiqadi. Yaxshi ko'rolmayman deganlik, yaxshi ko'rmayman deganlik emas. Balkim qalbimda qalb zaxmisi bor, meni buni davolatishga ehtiyojim bor degan gap. Qalb zaxmisi bor odam bir odamni ichidan yaxshi ko'rishni xohlasimi, uni erkin va xotirjam yaxshi ko'rish tasga to'xtaydi. Shunga biz oldi bilan o'zimizni tushunishimiz kerak. Ondan jo'rimizni va bolalarimizni texmi yaxshi tushuna olamiz. Demak, bizning ochchig'imizni keltirgan har bir narsani yo'qotishga tirishsak, masala tugamaydi. Bu xuddi bir ko'zini tengib qo'ygan, lati bilan tengib qo'ygan odam nega libos bir narsalarga putlashqaniga o'xshaydi. U tashqi putlasa, tashni elitimiz. Andan tömürge putlashudi. Tömürni elvasak, rishatkaga putlashudi. Uni elvasak, yana bir narsaga putlashudi. Putlashadigan narsalarni elib tugatanmaymiz. Balki biz uning ko'zidagi latini elib itib, uning ko'zini etishimiz kerak. Ko'zidagi latini elib olsak, u hech narsaga putlashmaydi. Shuningga o'xshash, bizning maqsadimiz, bizning ochchig'imizni keltiradigan narsalarni yo'qotish emas, balki o'zimizning ichki dunyosini, ya'ni qalb zaxmlarimizni ko'rish. Bu bizning ko'zimizni echayotganga o'xshaydi. Bu chaqda atrofimizdagi hech nimani o'zgartirishni hojati qolmaydi. Oxirida darsimizni xulosalsak, haqiqiy muhabbat psixologiya nuqtasidan bir xil hissiyot yoki romantik munosabatlar bo'lmasdan, balki insonning eng asosiy psixologik muhim ehtiyojlaridan biri bo'lgan qabul qilinish, bexatarlik, bog'lanish, ulanish va mavjudlikning o'zila qimmatli ekanligini his qilish tuyg'usidir. İnsan tug'ilgan kundan boshlab boshqalar bilan bog'lanish orqali yashaydi, o'zini tunuydi va o'ziga bo'lgan ishonchini qurishga boshlaydi. Shunga haqiqiy sevgi insonga ruhiy bexatarlik, ichki xotirjamlik va o'sib yetilish kuchi beradi. Ammo dal mushundaq cho'nqur ehtiyoj bo'lganlik uchun sevgi da rad qilinish, ayblanish, tillanish, ayrilish va qabul qilinmaslik ham e'tirof qilinmaslik va shunday shartlik yaxshi ko'rishlar insonning qalbiga cho'nqur ruhiy og'riq elib keladi. Chunki bu og'riq faqat bir munosabatning oxirlashganligidan emas, balki insonning eng cho'nqur bog'lanish va qabul qilinish ehtiyojiga ta'sir etganligidan bo'ldi. Ondan bu bir ömür insonning hayotida soydek agishib, nurg'un masalalarning kelib chiqishiga sababchi bo'ladi. Shuning bilan hayot degan tez, hayot degan baqiyin, bu mening taqdirim, men nimani xato qilgan bo'lgandim, meni dunyo nimish bunda azoblaydigandi, jazolaydigandi deb buning sababini bilmay, qaqshash ichida hayotimizni oxirlashtirgan ish chiqadi. Shuning uchun haqiqiy sevgini tushunish oldi bilan o'zimizning ichki dunyamizni ko'rib, ruhiy jarohatlarimizni, og'riqlarimizni ko'rib bilishdan boshlandi. Ondan jo'rimiz, bolalarimiz va boshqalar bilan sog'lom munosabat qurishni, ularni qo'rqitib kontrol qilish emas, ularni tushunish va xohishlarini hurmat qilishni o'rganamiz. Demak, haqiqiy muhabbat insonni ojizlashtirish uchun emas, balki uning ichki kuchini uyg'otib, texmi sog'lom, texmi rohat, texmi to'liq bir yashashga yetaklash uchun mavjud bo'ladi. Men oxirida mundaq bir jumla bilan jumlani sizlarga sovg'at qilish bilan darsimni oxirlashtiray. Insonlarning hayotidagi barliq masalalarning tubki sababi muhabbatsizlik bo'ladi. Shundaqla barliq masalalarning hal qilish usuli bo'lsa, ya'ni doğrusu bo'lsa,
haqiqiy muhabbat berishdan iborat. Bo'ladi dersimiz mush yerda tamam. Yaqinlaringizga ham berilishni unutib qolmang. Xayr, xo'sh, keyingi darsda ko'rishaylik.